Assalomu alaykum aziz hayal qizlar, hurmatli analar, qimmatli opa-singillar. Bugun meni usunday bahorning qutli muborak kunida hurmatli analarimizni, qimmatli opa-singillarimizni, bir-birining suluv qizlarimizni, o'zlari siyoqli go'zal bayram 8 mart xalqaro hayal qizlar bayrami mening shin ko'nglimizdan qutlug'laymiz. Hayal degan ulug'likning belgisi. Bo'lsin meyli qanday bo'lsin turtisi, qarapayim, bo'lsin meyli ziyoli, baribir bo'l insonlarning o'g'lisi. Сұлулығын тарифлеуге хәлсіз қалемді. Туран ойпатының шоқ жұлдызлары, білуарлық мәрлікте жалғыз сәнемлер, Марис ауратлары, жұртым қызлары. Hayal zati mehriban Inson tashvish deyib yurar mudami, chidamlilik o'tgan azal-azaldan, sebebi ular Martumaris o'rtog'i. Umrimiz mazmuni, tirikchiligimiz kirdi, dunyoning suvlig'i bo'lgan aziz hayal qizlar. Bugungi bayramingiz yana bir marta qutlab muborak